küçük. Buladı. Buladı. Ha? Bekle lan. Bekle. Bekle. Düş kaç şeker. 150+150+205等于305 Cami 305 koy boptu aka. Nima? 305 koy? Ha. Uka. Qandaqlab 305 koy bo'lib qaptanda? Voy aka, yataqning gilimini köydürüpsiz. Yataqdaki bir qap tamakini çekipsiz. Onun üstüne bir qutu içimlik içipsiz. Şunun bilan cami 305 koy bo'ldi. Voy uyga suv chiqarib, gilamni yo'l qo'yib ekansiz, uning pulini biz hisoblamadik. Shundan bo'lganda siz yana 5 koy to'lashingiz kerak ekan. 5 koy? Ha. Endi vaqifka. Menda mush jallanba. 300 koyni bergan gibi xo'sh qo'lingga. Juma. Aka, bunday desangiz qanday bo'ldi? Hech qanday bo'lmaydi ukam. O'lmagan jonda umid bor deb yandir qatma tanishlik bitay juma ukam. Voy aka, siz bu 5 koyni to'lamasangiz, men to'lasam bo'ldi shu. To'lab qo'yam. Men sizga berayman. Nim boldinglar? Ecek korkuttular adamı. Asuşunlu joyididu. Nim bolding davatdimi? Ne mutlu mu? Buncha ola g'am qilib ketkicha. Pulni topshirvatsanglar bo'lmadimi? Nime tapşırdı, nimine? Kaç pul tapşırdı? Men sizga deb qo'yay, mushunda qilib oxir balada qoldilar. Hozir vaqo, men manlik qo'yda sizning ustingdan tutun pasatmi oz emas. Hatto tunugungi to'yda xotin kishimichu sizning gapingni qilyotdi. O xonatning darsidan nechi cho'kaning chichini jungdab rasvosini chiqarib etay debdim. Unda qilamadim. Nimishqa danglar? Chunki maslning makoni yangilib Ay boldu. Dolu balakşımı gına ya. Ben tapsam öyünde taptım. Öyünde düşürdüm. Öz vaktinde ben pulunu tutamlap ekirtmeye geçken mok heçliğe boğutta. Hem ben yemem ma. Kalklar ne mi isteyeyim hem da? Ha? Aldırmay dursun. Benim üstümden ket tapkallarını bir yasayma. Açıqlığa hayveranlar dadsi, uncha ola açıqlanıp ketmanglar. Konularçu sulkagish to'g'an sal deptike. Sodiqjonga ishinib ketgil olmaydi. Vaqt soati kelib, shu Sodiqjon yüzsizlik qilib, hamma pulni Hoshim sekretarga bergan deb qandoq qilsizlar? Degine xotun. Emiz qanday qilsam bo'ladi? Shu pulni topshirib o'tishga faqat ko'nglim chidamaydi. Men shu pulni o'ylasamla, men yurgim pish qilib yeyapti deyman. Men bu Tüymen kentida xuddi eshakdek ishlab topmagan japoyim qolmadi. Unchalik rahat ko'rishga haqqim yo'qmikan mening? Voy shu. Ne yeganlar bor? Ularga hech kimning kari yo'q. Men bilan qolgan bu haq. Men kimga yaxshilik qilsam, shu menga yomonlik qilyapti. Shu meni o'ramni ko'layapti. Bildingmi? Voy xapamanglar qandoq qilamiz endi? Voy, bu jahonning ishlari nim degilak.
Kiram. Men chaqirtib kellaysiz boshliqqa. Kelam, o'tiram. Tugman kentdagi suv pul bilan terg'u yordam pulini tekshirish avvalonga qandaroq bo'lyotidi? Kent mas'ullari bilan dehqonlarning gapi faqat bir yerdan chiqmayotidi. Kent mas'ullari suv pulini to'liq yig'ib olamadik deydi. Dehqonlar bo'lsa topshirib bo'ldik deydi. Bu kentda tashlanib qolgan terg'u yerlar yo'q. Terg'u yordam pulimi dehqonlarning qo'liga to'liq tegmabdi. Buningga ba'zi bahona sabablarni ko'rsatadi. Uning ustiga amniy qurilishidami masala bada qiladi. Buni tekshiryapmiz. Qaraganda masala xil badaq qiladi. Sizlar tixim atrofli cho'nqur tekshiringlar. Har qanday ko'z bo'yamchilikqa yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Bu ishda kim bo'lishidan qat'iy nazar yuz xotir qilmasligimiz kerak. Bo'ladi. Bugundan boshlab tekshirishni kuchaytiramiz. Hozir hamma gap kent buxgalteri Sodiqjonda qoldi. Sodiqjonning og'zini ochsaqla tekshirishimiz o'ngishli bo'ladi. Masalaning ochqichi dal mishada. Pulni nega oldi? Kimga berdi? Qandoq yo'qotdi? Birma-bir aniqlash kerak. Bo'ladi. Amsa men chiqay. Ma'qul. Ben tushundiray. Pul qani? Şu akşam keç qilib bordiga yer yo'q. Yotoqda yetib shu. Oshqinicha. Hammasi tugdi. Nima? 300 qo'ymaganmi tugatdingmi? Kimga xaylab berdi? Chiqichi yotqog'im 300 qo'y tugatdikan. Qaysi yotoqda yotqandi? Nima qilsam qirg'anda? Ey, undaq ish yo'q. Men sana tushundiray, xotin. Ma yaqamni qo'yat. Men sana rost gap qilaman, yaqamni qo'yat. Tushundirsa. Voy ulay, voy numon. Qatanora bo'ldi, qatanora to'g'ri bundan jata qatanora bo'ldi. Ma yaqamni qo'yat, aytman. Qatanora bo'ldi. Saram. Qanday bir nima bu? Saram bir yerga Bo'lmasa sekretar, ya bu mening ishim bo'lmasa, yuqorida meni qistag'ashqa bo'ldi. Endi sizning ortiq tushuntirishlaringizni anlig'im yo'q mening. Ha? Esingizda bo'lsin Sodiqjon. Shundisini ishganmi, tanglisini yalg'anmi o'xshash. Ha? Vaqt soati kelsa, sizmi bu ishning sirtida emas. Bu nima deganlar sekretar? Nima deganlar ha? Ha? Daqina, ha? Siz amin uy pulidan olmadingizmi? Ha? Terilg'i yer to'liqimizni olmadingizmi? Yo'q tatbiq qilin. Men sizga deb qo'yay. Agar og'zingizni chin tutmaydigan bo'lsangiz, har ikkimiz o'xshashil tugishimiz. Tushundingizmi?
Sigitar. Bunda adamga qarchaplımızla. Ben bu idarenin bir polisiga xiyonat qilmadim. Bo'ldi. Ben seni bədiyəndi bədiyəm. Bo'ldi. Gapni joylab qila olgan bo'lsangiz, ha? Hisobotni o'z vaqtida sukrimgida to'g'rilay olgan bo'lsangiz, ish bunchalar cho'yib ketadi, ha? Ben zadı amal qılamadım. Bu iş baribir paş bo'lib qoladi. Ma pulni endi hozirla chiqib, supongizga topshirdim. Yana avu zuvoni besiqmagan bir nechigi bor u. Terrorga to'liqimizni darhol berib turgan. Shuni olaman ish tugsa. Bulanda Ma'qul. voy hammamiz 65 mingga nima azmingizni izsiz, ha? Biz bu pulni berib versakla hamma baloqadan qutulamiz, ha? Siz bu ishni bitirib qilib bo'lgandan keyin menga darhol xabar qiling. Men yana boshqa yo'chiqlarni aytmasam bo'lmaydi. Uqdingizmi? Tushundim Sigitar. Sodiqjon, men sizga yana bir qitim deb qo'yay, qulog'ingizni dim tutib anglang. Ma pulni bor-ku, mening sizdan ilib, yana sizga qaytarib berganimni hech kim uqmasin. Bo'landa? Ha? Tushundim Sigitar. Ma ishni mening uygatganim bo'yicha qilasiz. Bo'landa? Haşim Sekretor, nim bolla, bir acaba gamkeyin bola gitipli ya. İş nima? Selim ijazim yo'q. Nagi doktor xanımamıgan doq. Yo'q. Birisi bilan ko'rishmak işte. Başka vaqt şundaq xushchaqchaq söz meldemtila. Bir acaba beleş ola qapli ya. Uka. Şu tapda yançıqında navatgan bolsa, ağzınızı sep qo'ygan bolsam, jim aytsangiz o'pgan, ha? Bizden bir gap qilmay aytsangiz, men sizni ko'chimikin deb qo'yamdan, ha? Tinch bir ayting, ha, mana shundan. Ablaka, çıkma. Ablaka. Kiranla. Öy kiranla. Kesle. Kavattın asla. At onu kavat. Özan kiranla. Qana açıp bakın. İçirdin la. Şu en ahırkı sopasın. Endi isen mesup kalıma. Bu müselles degen bağı. Tutmay bir tutulgan bolsa adam saran kılırdı la. Şuna? Şu en ahırkısı. Hoş ha? Hoş. Ha, hamı kavaptın ağaç. Tazı isil. Temiz şunda yaxşı pişipti. İki paklana hoşmamdı. Ha. Hadi yazdan paklı ne? Bu paklanı vakım özen bir kolluk iğildin çıkamay bakkan. Kavaplı mı? Doğru dermeklerini tazı tenşep. Tonne ürüktün otunda optan kızıtıp aldırmay sındırıp pişirgan. Şununla. Temiz isil pişipti. Peymanla ben aşmağım. Peymanla ben. Bırak ablaka.
Bunun pəmimiz bolğan bilen bırak şu. Nima u bırak degan ola. Men ba, bishingni tik tutib, maydonni kerib ishlayveringlar. Kim sizlarni hech nim qilolmaydi. Canım ablaka. Sizlar mening derdimni bilmaylar. Ay yazılık insan tekşürüskile. Közümge paşidek kirivilip, bana fakat aram bermevatıdı. Aslında ben sizlarni bir yoklap öteymen degen. Ben qarab turib bir monca ziyan bo'ldi. Yenimden 60-70 bin koy bika chiqib ketdi deyman. Xotirjam bo'linglar degandiki xotirjam bo'linglar. Pulni mo to'lab bo'libsizlar. Ba'zida nafsimizdan ancha muncha kessakmi bo'ladi. Shunaq. Men to'laydigan boshliqlarga deb bu ishinglarni obdan to'g'rilab beray. Boshqa po'qonlar yo'q bo'g'itdi. Yok ablaka. Yo'q deganingda qaranglar. Sizlar meni hech nimani bilmaydi demsizlar. Siz bilirler. Siz degen evliyadek edem. Sizden hiç nemi yoşuk olmaydı deyme. Aqlli odamlar o'zining po'qini adalashni biladi. Sizlarmi ancha muncha o'rganib qo'ysanglar bo'ladi, juma. Sizlar mening aqdirgim. Sizlar mening yo'lakchigim. Sizlar mening qiyomat sirdoshim ablaka, jinim ablaka. Bu yezdikiler bilen kent küçükken hizmet korpustikiler bana fakat aram bermevatı deyme. Şu an sizlar bir yıkıldırgı deyip beni qoğdap kalkan bozlar. Cuma, ben hem ümidimni sizlarga bağladım. Maqul ablaka, ha? Sizlar çoğun başlıklı bilen yıkın ötülemez mi? Bakın mı? Hech qanday ish bo'lmaydi, Hashim Akun. Bu shamolmo o'tib ketadi. Mening odamlarim bosh odamlar emas. Meslik işini meslik yüz işini Bu dünyada var o, ben sizden başka hiç kim işenmeyim ben. Hatta özlerimden işenmeyim ben. Ablaka, bu şu az olsun bir ilep. Ne? Xotirjam bo'linglar, Hashim Akun. Bo'ldi, endi ishmanglar. Maqul ablaka. Çokum sil degandek qilma. Qani aslan. Aslan. Men mani yildi ya. Azıcık dinlemeci bak. Ben gap qilib o'tman, to'xtanglar. Shukurga mening ustimdan meni deb arz qilinglar. Men arz qilmada. Qarab turib yolg'on gap qilyapsizlar. Ha? Bir ish chiqaq paqlaninglar, shunchalar qilib ketdinglarmi? Qancha pul beraydi bu paqlaninglar? Ha? Men arz qilmadim deydi. Sizga pul kerakmi? Pulni bos olam sizga. Mana pul. Mana pul. Doya pulga. Ha. Hatta. Azqila. Ha, üstümde azqila. Azqis qanday bo'ladi ekan? Ha? Sekretar, men de ötepte xafamız. Xato qilibsanmi? Ha? Gunohingni tanidingmi? Yana arz qilamsan? Ha? Ha? Arz qil! Arz qilamsan? Ha? Arz qilamsan? Arz qilamsan? Nasıl? Az
Kıdem kumsi! Erslısı! Yani erslısı! Erskımayma! Kıdem bulduk ismi! Sıkıtar! Bayağı kalkın! Kendini koyuyorsun Sıkıtar! Bunu özür işlep valla! Koyuver! Vay! Sıkıtar! Bak senin mesop katla! Sıkıtar mesop katla! Akatcan! Köydün mü? Vay! Akatcan! Mağın put atkalını! Akıbıtı bu şundan onu bilip koy! Vay vay! Akatcan! Vay! Sıkıtar! Bak Akatcan ayrılıp gitti! Akatcan! Sıkıtar! Vay! Tuzağını ısırma tuzağını! Vay! Oy neymiş oldu? Başım sekreter. Ahkam bunun yerden durup gitti. Oy neyim dedi ha? Oy bunun bizlik gitti. Ahkamdan evvel çatak. Oy şunu ha? Beni başlap verin ha? Haşim sekreter, tursla oralarda. Bizle gap qiladi emas, o'rnlardan tursla. Men nima qildim be? Nima qilganlarini saq chiqarib olgan deyishimiz tursla. Elib aka majbur elib ketimiz. Sekreter masop qilib tikan toq. Bo'lmasa hargiz bunda ish qilmaydi. Bu Vallahi aşmaqning jasini yeydigan vaqt bo'libdi. To'g'ri deylar. Har kim qilsa o'ziga qilgan ha. Bir kun emas, bir kun aşmaqning jasi yeydi, zeytdim. Dinimdek bo'ldi jima. Qanchalik sita aka? Lan bizning dinmek ters mümkün. Men bu ishni ko'p o'ylandim. Sizlarning bergan maslahatinglar haqiqatan to'g'ri ekan. Endi nishonim aniq bo'ldi. Bu ishni cho'qim qilima. Amalva tez qilima. Tezroq qachilan ajuma. Bak kun o'ltirishdan burun qachilab bo'lmasak bo'lmaydi. Ha, tugdimiz. Qo'l qo'ysak birdan tugaydi. Ha, anladinglarmi? Tezroq bo'linglar. Chaqqan qilib bo'lsak baldir qaytimiz uyga. Eng muhim pul yanchimiz baldırak kirdi bizniki. Assalomu alaykum. Oz qoldimi? Neymiş aka? Ben bir karar keldim usta. Biz işimizni sel kengaytmasak bo'lmag'idek. Bu qo'y kala boqmachilig'i, meva-cheva tijorati bilan bo'laversak, toza ilgirlayamagidekmiz. Oy. Aka, sen şirket ya zavod qurmay demaydigansan. Dal topdim. Men pishiqlab ishlashni asos qiladigan shirkat yoki zavod quraymikin deb o'ylayapman.
Bundaq bo'lganda, taraqqiyotimiz tezroq bo'ladi ekan. Hamkorlik kooperativiga qaraganda buning foydasi ko'rinarli bo'ladi ekan. Bu o'ynashadigan ish emas. Hozir hamkorlik kooperativining dardimi yetib oshidi. Sen qaysi biriga yetish bilasiz? Onun ustiga shirkat qurman desang, men hamkorlik kooperativiga pay qatqanlarning kepi chiqarchi? Bu o'zimning puliga shirkat qurma desammi, bularning qo'shilmaganligi qiziqda. Aka, ularning deganimi to'g'ri. Sen bir qo'lda shirkatni tutsang, bir qo'lda hamkorlik kooperativini tutsang, savdo va hisobot ishlarining qalaymaqon bo'lib ketishidan ularni ansiraydi-da. Uning ustiga sen qurmoqchi bo'lgan shirkat bilan ularning hech qanday munosabati yo'q. Ularga hech qanday foyda olib kelmaydi. Shuni qarshi turdi-da. Gapini tushundim uka. Agar cho'qim shirkat qurman desang, savchi akam bulamdi bir kun kelib, shu kooperativ ishiga ko'proq ko'ngil bo'lsin. Bu deganing to'g'ri. Men bu vaqtda ular bilan tafsiliy paranglashayman. Aka, sen nima mahsulot ishlab chiqaradigan zavod qurmoqchi? Kallamda bir qancha xil plan bor. İchimlik ishlab baqsaq qanday bo'lar? Yoki boshqa mahsulot ishlasakmi bo'ladi? Meningcha tanlari azam. İşlep chiqarish uskunalari ancha qimmat bo'lmagan mahsulotlarni ishlab chiqarsang, cho'qim yaxshi bo'ladi. Endi qarg'ularchi boshqalarni do'rsang, uni tushadigan gap aka. Yenimda sen batursan ukam. Nimadan ansiraysan? Ha? Sen kallangni o'ldirib ishlatib, mo'shaqda bir tekshirib boqay. Ma'qul. Qiziq. Burun men shirkat qurman desam, hech qaysimlar qo'ldan qandinglar. Endi sen shirkat qurmoqchi bo'larsan. Sen tek kichik ukam. Biliming bo'lgan bilan va amaliy tajribang bir kamchil. Aldırma, ha? Aldırma. Onun ustiga yonchug'ning puling yo'q. Nimani shirkat qursa deymiz. Beşinldek sanglab ketibdi ya, fıttırıp etken qımavazdek. Ne oldu? Teğitçi kirmepti deyme. Bugün çeslağı 22 oldu. Teğ kirmepti mi bu? Şu. Her günü banka qatırap, ma ayğımның çəmmimi tişley dep qaldı. Oy bit çıdımıqan bolsa. Bəmi somam deyme. Adamını avarı qıyğıtçı. Ançım için mıdırap koysak bulmam da. Ya yetermisek, ya ticaret qilmasak, ya birazcık merdikaga ishlamasak. Ma gapni qara. Ey. Men ishlamagan bo'lsam, sen ishlasang olmamda. Manga tekkendan bir baka yetib yeyapsa. Meni bir ashula izlab kelganmidan. Yaqindan beri faqat yetishmayaptim adash. Demasam o o'zing jiq bir ishlarga eslab ol-da. Shunday qilmasak, pul topqil olmasa, yil oxirida qalsanglar javob bermasam bo'lmasaqchan. Ammanglar kelib yoqamga esilsanglar, uchoqda men qanday qilaman? Voy, nim bo'ldinglar Bakraxon? Bu balangni tutolmay sug'ishga mushukdek ko'p ketibsizlar. Men bu qatim sen bilan birga Urumchiga berib kelaymi-ki? Shu banada Paratjanimni bir yo'qlab kelay. Men seg'indimsa, mo'rpir deyla. Endi o'zining tas ko'gilar ketdi-da.